O'zi bo'lmadi tushirish, o'zi bo'lmadi. Assalomu alaykum. Kuninglar xayrli bo'lsin. Kunimiz hammamizga xayrli bo'lsin. Mana shu narsalar tushdi, ko'rdinglar. Birovning ishi birovga oson ko'rinadi, bo'lib ketyapti. Ko'payib ketyapti degan gaplar. Vaholanki o'zimiz har bitta ish mashaqqati bor, tazbalani bor. İchiga kirsanglar bilasizlar. Biz ham hozir zerikkandanmiz. Xudo xolasa ishlab chiqarish, kengaytirish, mana angarlarning tepasida yigitlarimiz hozir endi choy-poy ichib kelishdi. Harakatda hammasi. Qisqasi ishlab chiqarish, import ham o'zicha. Kimgadir import, kimdir umuman ishlab chiqarish xohlamaydi. Biz endi shuning ichida yurganimiz uchun meni o'zimga, shaxsan o'zimga ishlab chiqarish ko'proq to'g'ri mashaqqati bor, asabni buzadi, vaqt bemahal hamma narsaga bor e'tiborgin keladi, lekin bunaqa mahsulotlar tayyor bo'lib turganda boshqacha ko'rinadi. Shunaqa gaplar. Bugungi kunimiz shunaqa boshlandi. Nasibsa ishda bo'lsin, oyog'ini yana ko'rsatamiz. Charchamanglar. Mana gap ustida mana mashina kirib keldi. Mana shunaqa paytlar yoqimlida. Sog' bo'linglar.